katta oilalar uchun bitta katta uyni olib qo'ydik. Ya'ni ikkita uyni birlashtirilgan varianti. Ikkita ikki xonali uylar bitta qilib foydalangan va sotilyapti. Manzili esa Vaida bo'lyapti do'stlar, Shodiyona mahallasida. Yo'l yuzidan 100 metr ichkaridagi 4 qavatli g'ishtli uylarning 3-qavatida bo'lyapti. Lokatsiya yaxshi, katta yo'l yuziga yaqin. Isitish tizimlari bor. Hozir ko'rsatamiz, qarang. Bu yer podyezddan kirish bo'lyapti. Aslida mana shu joyda o'zi ham podyezd bo'lgan. Ya'ni zinadan chiqib podyezddan shundoq kelib qarang. O'ngga, chapga ikkita ikki xonali kvartira. Birinchidan boshlaymiz, qarang. Birinchi bu tarafida ikki xonali kvartira. Xo'p, bu yer 41 kvadrat maydonga ega ikki xonali kvartira. Kirishimizda birinchi bu yerda mana umumiy sanuzorni ko'rishingiz mumkin. Alohidadan, ya'ni ikkala uydagi alohida sanuzor. Bu birinchisi mana Ariston strelkalari qoldiriladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonasi, ya'ni yotoqxona qismlari. Bu tomonda esa zal. Ko'rishingiz mumkin. Balkoni ham bor o'zini. Isitish tizimlari bor, oyoq taglari taxta bog'langan, remont holatlari yomon emas, kirib yashashga tayyor. Konditsioneri ham qoldiriladi. Bu tarafga o'tamiz. Bu yer o'zi oshxonani haqiqiy o'rni bo'lgan. Oshxona mana balkonda yarmiga qo'shilib, mana shunday holatga keltirilgan. Ko'rishingiz mumkin. 41 kvadrat foydali maydonga ega. Bu birinchi ikki xonali kvartira. Endi esa narisini ko'rsatamiz. Qarang, bu endi mana ikkinchisi. Bu 52 kvadrat maydonga ega. Kirishimizda mana shunday koridor. Bunda mana sanuzor umumiy ko'rishingiz mumkin. Ariston radiatorlargacha qo'yilgan, kafelar qilingan. Qarang, bu yerda ko'rishingiz mumkin oshxona bu yer. Hozir kerak bo'lmagan uchun endi narsalar qo'yib qo'yishgan. Uy bo'shatilyapti. Shu bir haftadan ichida narsalari olib chiqib ketiladi. Lekin oshxona mavjud ichkarida. Hozir narsalar bilan to'silib qolgan. Bu yer esa zal qismlari ko'rishingiz mumkin, kattagina. Mana bu yer balkon bo'lgan. Ana shu zalga qo'shilgan, kattalashgan ko'rishingiz mumkin. Holatlari ko'rib turganingizda yaxshi. Radiatorlar bor, romlari akfa romlarda. Bu tarafi esa yotoqxona qismlari ko'rishingiz mumkin. Holatlarini yaxshi holatda turibdi. Romlar akfa. 3-qavatda joylashgan ikkita kvartira birlashtirilgan. Egalari tomonidan $61,000 ga baholanyapti. Albatta kelishadigan joy bor. Qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilar ulashib boramiz.